Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 18-qism. Mümin kimdir? Allohning halol deganini halol, harom deganini harom bilgan insondir. Mümin barliq yaxshi amallarni qilib turib, bu amallarimni Alloh qabul qilarmi deb qalblari titrab turadigan insondir. Mümin qilmagan ishidan maqtanmaydigan insondir. Mümin bir ishga birlikka kelsa tarqilib ketmaydi. Mümin dili bir bo'lgan insondir. Mümin amin, omonatdor, ishonchlik odamdir. Mümin Allohning kalomi o'qilganida qalblari erigan, iymoni ziyoda bo'lgan insondir. Mümin Allohga tavakkul qilgan insondir. Mümin namozini ruslab qilgan insondir. Mümin melini, jinini, ya'ni Alloh berganni Allohga bergan insondir. Mümin siratul mustaqimda mangan va uningga boshqalarni chaqirgan insondir. Mümin haqiqat va adolatni har narsadan avvalgi qatorda qo'ya olgan insondir. Mümin ilahiy haqiqat va adolat yo'lida hech qanday malomatdan qo'rqmay oldiga ilgirlagan insondir. Mümin rostchil, samimiy insondir. Mümin tavbikor, abid Allohni madhiyalaydigan, uning yo'lida inqilob qiladigan insondir. Mümin Allohga egiladigan, uning yo'lida bosh qo'yadigan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan insondir. Mümin Allohning had-hududlarini muhofazat qiladigan insondir. Mümin kamtar, tamkin, cho'ng sifat insondir. Mümin xultadigan emas, o'zi o'yg'oq va uyg'otadigan insondir. Mümin kechalari bedor, kunduzlari ishchan insondir. Mümin har narsaga ilohiy nur bilan qaraydigan insondir. Mümin har bir ishida mu'tadil insondir. Mümin shirkdan, riyodan uzoq insondir. Mümin qotillik, zina fohishidan tavbikor insondir. Mümin yolg'ondan, yolg'onchidan uzoq insondir. Mümin lag'va lahabdan yiroq insondir. Mümin sharaflik, nomusliq insondir. Mümin so'zida turadigan, ahdi vafoga rioya qiladigan insondir. Mümin qarni ko'ksi kengri, oliyjanob, fazilatli insondir. Mümin chiqishqoq, kelishimlik insondir. Mümin otqachilikdan, manmanchilikdan xoli, odda sodda insondir. Mümin hasaddan, ishitorlikdan yiroq insondir. Mümin Allohning muhabbatini yo'qotib qo'yishdan ashaddiy ayminadigan insondir. Mümin doim o'zini emas, umumiy xalqni o'ylaydigan insondir. Xalqi yo'lida janggohga ot soladigan insondir. Mümin ota-onasiga hurmat qiladigan insondir. Mümin cho'nglarga hurmat, kichiklarga izzat qiladigan insondir. Mümin mehrlik, shafqatlik, dunyoga marhamat va muhabbat ko'zi bilan qaraydigan insondir. Mümin so'ygan, so'ydirgan insondir. Mümin sehiy, karamlik insondir. Mümin shaxsiyatini umumga fido qila olgan insondir. Mümin shijoatlik, qo'rqmas, aqlliq, siyrak, farosatlik insondir. Ular haqiqatni doim izlanganlardir. Nafsning oxirigacha izlangan odam demakdir. Yashamoq nafas olmoq emas. O'qimoq, izlamak, izlanmakdir. Ba'zilar yo'lda yotar, ba'zilar satar, yana ba'zilar yo'lda yurarlar. Yo'lda manganlar topmas, lekin topganlar yurganlardir. Nerede bir ishon tarki dunyo ko'rsang, uning o'zi shaytondir. Suvlar oqidi, eqishlar davom qilg'ay. Yaxshilikda baslashish davom qilg'ay. Ular doim oqqay. Biz ketimiz, yo'llar qoladi. İbrahim Rabbidan so'radi. Ey Rabbim, o'liklarni qandoq tirildiganligini men ko'rsatgin. Alloh ishonmamsan deganida, ya'ni Ibrohim, yo'q, ishonaman, lekin qalbim aram topqay deb javob berdi. Baqara 260-oyat. O'z vaqtida Ibrohim yulduz, oy, kunni iloh dedi. Eng oxirida haqiqiy bir ilohni topganligini jakarladi. An'am 76, 77, 78-oyatlar. Mana bular İbrahimning bir tavhid va hurriyat izlanishi edi. Kimiki musulmon bo'ladigan doim to'g'rini tepishga tirishidi. Jin surasi 14-oyat.